Bir uyga bir tal qalam bilan bir varaq qog'ozni qo'yib, 1000 yilgacha karimiz bo'lmasa, qog'ozda bir dona A harfining hosili bo'lishi mumkinmi? Yoki bir uyga bir nechta tal mix, taxtay va bir bolqa qatorliqlarni tashlab qo'yib, bu ashyolarni yana 1000 yil o'z mayliga qo'yib bersak, bu 1000 yilda bir shiraning o'zligidan yasalishi mumkinmi? Yoki bir uyga bir oz bo'yoq bilan bir rasm taxtasini qo'yib qo'ysak va ularga yana 1000 yil, hatto 10 000 yil chiqilmasak, u ramkaga bir rasmning o'zligidan sizilishi mumkinmi? Boshqacharoq qilib so'rasak, bir A harfining yoki bir shiraning va yoki bir rasmning tasaddubi paydo bo'lib qolishiga siz ishonamsiz? Ya'ni bu A harfi qalamning o'zligidan tasaddubi harakat qilishi bilan yezildi desa. Va bu sifatlik shira taxtalarning o'zligidan yonma-yon tizilishi va bolqining bu taxtalarga o'z ixtiyori bilan mix urishidan yasaldi desa. Va bu hayron qolarliq rasmnimi shamolning yelpishi bilan bo'yoqlarning qog'ozga to'kilishi natijasida maydonga keldi desa, bu fikrga qoyil bo'lamsiz? Albatta yo'q. Chunki tasaddubilik bir asarga sanatkori bo'lolmaydi va asli bir asarni ishlagan usta deb da'vo qilolmaydi. Chunki san'at bilan ishlangan bir asar o'zini saltanatli qilib ishlagan va yo'qdan bor qilgan bir san'atkorni lozim qiladi. San'atkori bo'lmagan bir asarning maydonga chiqishi mumkin emasdir. Shundoq, bir harf kotibsiz yozilmaydi. Bir shira ustasiz yasalmaydi. Va bir rasmmi rassomsiz chizilmaydi. Mana bu haqiqatni hudus dalili deymiz. Hudus yangidan paydo qilish deganlikdir. Keyin yaratilganni hadis deymiz va yaratganni bo'lsa muhdis deymiz. Her bir hadisenin bir muhdisi barlığını, yani her bir keyin yaratılğıçının bir yaratqıçısı barlığını hudus dalili deymiz. Bu dalilni bunu misal bilan texmi yaxshi tushuna olishimiz mumkin. Qo'limizga qalam ilib bir qog'ozga A harfini yozdik deb faraz qilaylik. Biz yazgan bu A harfi hadisdir. Yani keyin paydo bo'lgandir. O bir necha minut ilgari yo'q edi. Hozir bor bo'ldi. Darvaqa A harfi bir necha minut burun yo'q edi va hozir bor bo'ldi. Undaqkan uni yozgan bir muhdis bo'lishi lozim. Bir yozg'uchi bo'lmay turib A harfining paydo bo'lishi mumkin emasdir. Chunki qoidamiz mundaq edi. Keyin yaratilgan har bir saltanatlik asar o'zini yasagan va yo'qdan bor qilgan bir san'atkorning borligini isbotlaydi.
Moşununğa o'xshash ko'z oldimizdagi yaratilgan barliq mavjudotlarning har birimi o'xshashla A harfining hukmidir. Bir qushdan tortib bir gulgacha, bir kipinakdan tortib bir daraxtgacha, bir beliqdan tortib bir hariga qadar qanchalik barliq bo'lsa, bularning hammasi A harfining hukmidir. Hatto A harfi emas, balki bir kitobning hukmidir. Bir dana A harfining yo'qlikdan barliqqa chiqishi uchun bir yaratquchiga ehtiyoji bo'layotsa, u yaratquchi bo'lmasdan bar bo'lolmayotsa, albatta bu olamda yaratilgan cheksiz narsalarning o'zligidan paydo bo'lishi mumkin emasdir. Oddiysi bir tal A harfi jinida o'zining mavjudligi bilan o'zini paydo qilgan bir yozg'uvchisining borlig'ini isbotlaganidek va o'zi borlig'i bilan yozg'uvchisini bor deb to'layotganidek, kitob hukmida bo'lgan butun jonliqlarmi o'zlarining yozg'uvchilari bo'lgan Allohning borlig'ini isbot qiladi va ahvol tili bilan Allohning borlig'iga guvoh bo'ladi. Bir harfning yozg'uchisiz bo'lmasligini, bir rasmning rassomsiz bo'lmasligini, bir fe'lning fa'ilsiz mavjud bo'lolmaydiganligini qabul qilgan inson bu koinot kitobining yozg'uchisiz bo'lishini va ichidagi barliq manzillarning sohibsiz bo'lishini va koinotda bo'layotgan muncha ko'p fe'lning fa'ilsiz bo'lishini qandoqmi hukm qila oladi? Hudus dalilini koinotning yo'qdan bor qilinishiga tatbiqlay olamiz. Chunki misolimizdagi A harfimizga o'xshash koinotmi bir chog'larda yo'q edi va keyin yaratildi. Jazmanki, keyin yaratilgan hamma narsa bir yaratquchiga muhtojdir. Undaqda bu koinotning bir yaratquchisi bo'lishi lozimki, bu yaratquchi koinotni yo'qdan bor qilgan va olamni yo'qlik qorong'uliklaridan barliq olamiga chiqargan Alloh taolodir.